Bugun O'zbekiston va Germaniya munosabatlari keng darajada rivojlanib bormoqda. Aytish kerakki, ikki davlat o'rtasida ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan hamkorlik aloqalari ham ortmoqda. Samarqand shahrida ommaviy huquqiy tadqiqotlar markazi, Germaniyaning Ludwigsburg ommaviy boshqaruv va moliya oliy maktabi hamda Germaniyaning Heimerer kasb hunar akademiyasi bilan hamkorlikda O'zbekiston, Germaniya, Abu Ali bin Sino va Heinrich Schipperges nomidagi Samarqand xalqaro salomatlik fanlari oliy maktabi nodavlat ta'lim va ilmiy metodik muassasasining tashkil etilishi ham aynan ana shu hamkorlikning amaliy ifodasi bo'ldi. 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Germaniya federal kansleri Olaf Scholzning tor doirada va delegatsiyalar ishtirokidagi muzokaralarda ham ko'p qirrali O'zbekiston-Germaniya munosabatlarini yanada kengaytirish masalalari doirasida Abu Ali bin Sino va Heinrich Schipperges nomidagi Samarqand xalqaro salomatlik fanlari oliy maktabining ochilgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Shunisi e'tirofliki, bu yerda Germaniya kasbiy ta'lim va tadqiqotlar standartlariga muvofiq salomatlik fanlari sohasida ilmiy va amaliy loyihalar amalga oshiriladi va har ikkala davlatda diplomlari tan olinadigan o'rta maxsus, professional va oliy ta'lim dasturlari joriy etiladi. Birinchi navbatda shu oliy maktabni tashkil etilishi asosiy maqsadi bu bizni o'sha mintaqamizda, O'zbekistonimizda nafaqat bizning mamlakatimizda, qolaversa o'sha Markaziy Osiyoda malakali kadrlarni tayyorlashga qaratilgan. Ya'ni professional ta'limni rivojlantirish orqali malakali kadrlarni tayyorlash. Samarqand va Namangan viloyatlarida 2021-yil biz katta loyihani boshladik. Bu loyihaning asosiy maqsadi aynan davlat tashkiloti bir tomondan, ikkinchi tomondan nodavlat, notijorat tashkilotlarni ijtimoiy sheriklik o'sha vazifalarni ijtimoiy sheriklik yo'nalishidagi imkoniyatlardan kengroq foydalanish o'sha niyat qilib qo'ydik va o'sha maqsadda biz bir qator seminar treninglarni o'tkazdik. Seminar treninglar natijasida bir qator o'sha muttasil davlat idoralari va Samarqand viloyat va Namangan viloyatida faoliyat yuritayotgan nodavlat notijorat tashkilotlarini xodimlarini o'rgatdik. O'sha malakasini oshirdik. Va bu malaka oshirish yo'nalishi avvalambor o'sha ta'lim sohasi, 3 ta sohada edi: ta'lim, meditsina sohasi va ish bilan ta'minlash, ya'ni bandlik sohasida asosiy o'sha e'tibor qaratdik. Va o'rganish natijasida, o'sha seminar treninglar natijasida bitta xulosaga keldikki, biz avvalambor ta'limdan boshlashimiz kerak. Bu albatta to'g'ri, chunki hamma narsa ta'limga taqaladi. Yaxshi mutaxassislarni tayyorlash uchun biz yaxshi sharoit yaratib berishimiz kerak. Yaxshi ish beruvchi uchun, masalan, yaxshi kadrlarni tayyorlash uchun albatta biz ularni nafaqat bilim bilan ta'minlashimiz kerak, hattoki o'sha ularni malakasini ham, ularni ko'nikmalarini ham biz ko'tarishimiz kerak. Va shu nuqtai nazardan biz bizning hamkorlarimiz bilan, Germaniyadagi hamkorlarimiz bilan maslahatlashib va aytish joizki, o'sha seminar treninglarda ham biz Germaniya hamkorlari bilan birgalikda amalga oshirdik va ular bilan maslahatlashgan holda shuna qaror keldikki, o'sha aynan Samarqand viloyatida biz mana shunaqa ta'lim maskani ochishga qaror qildik. 19-iyunda rasmiy ochilishi bo'ldi oliy maktabni. Oliy maktab ochilishida ham bir qator o'sha bizning hamkorlarimiz, shu jumladan Germaniya Federativ Respublikasidan olimlar va mutaxassislar tashrif buyurishdi va 2 kun davomida, shu ochilishdan keyin 2 kun davomida biz ta'limda, ilmda, meditsina ilmida bor masalalarni, muammolarni birgalikda muhokama qildik va tegishli o'sha vazifalarni belgilab oldik. Bizning asosiy g'oyamiz mana shu oliy maktab orqali aynan salomatlik fanlarida mavjud muammolarni ko'tarib birgalikda muhokama qilish. Birgalikda degani o'sha mediklar bilan, yuristlar bilan, huquqshunoslar bilan, iqtisodchilar bilan, qolaversa o'sha davlat boshqaruv organlari, muttasil idoralar va mansabdor shaxslar bilan aynan shu mavjud muammolarni birgalikda hal qilib, birgalikda muhokama qilib, masalalarni hal qilishga qaratilgan.
Shuni alohida aytish kerakki, so'nggi yillarda Germaniya turli loyihalar doirasida boshqa davlatlardan sog'liqni saqlash bo'yicha mutaxassislarni jalb qilishga va Germaniyada ularning ushbu sohadagi malakalarini oshirishga harakat qilmoqda. Samarqand xalqaro salomatlik fanlari oliy maktabi ham aynan ana shu maqsadda tashkil qilingan bo'lib, O'zbekiston va Germaniyada sog'liqni saqlashning zamonaviy mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, shuningdek, sohada tajriba almashish hamda muhim akademik masalalar bo'yicha doimiy muloqot o'tkazish imkonini ham beradi. Hozirgi kunda demak, bizning rejamiz bo'yicha o'sha 3 yillik professional ta'lim yo'nalishi jami 90 ta o'quvchilarni, ya'ni talabani biz olmoqchimiz. Va o'sha 90 ta o'quvchilar uchun Germaniya mutaxassislari o'sha Samarqandda doimiy ravishda ishlab yuradigan yo'nalishda 2 ta mutaxassis bo'ladi va nemis tilida yana bitta mutaxassis bo'ladi. Jami 3 ta mutaxassis doimiy ravishda bizning maktabimizda faoliyat yuritadi. Undan tashqari tegishli dasturlar orqali to'g'ridan to'g'ri onlayn tariqasida ham o'sha gibrid darslarni o'tkazishga ham biz qaratyapmiz. To'g'ridan to'g'ri darslarda ham maxsus darslar bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri Germaniyadagi mutaxassis o'zining joyida o'tirib bizning talabalarimizga dars beradi. Munosabatlarimiz juda bir yuqori saviyada hozir ko'tarilgan. Nafaqat ta'lim sohasida, hattoki iqtisodiyot yo'nalishlarida ham Germaniyaning federal kansleri janob Olaf Scholzning rasmiy tashrifi bo'ldi. İlk marotaba O'zbekiston Respublikasiga va aynan Samarqand shahrida muhtaram prezidentimiz birgalikda bir qator ikki tomonlama shartnomalar imzolangan va shu shartnomalarni ichida albatta shu ta'limga va kasbiy ta'limga yo'naltirilgan bir qator qoidalar ham aks ettirilgan. Men o'ylaymanki, bu hamkorlik aynan shu bizni oliy maktabimiz doirasida amalga oshirilayotgan va belgilangan vazifalarimiz albatta ertaga o'zining natijasini beradi. O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi ijrosini ta'minlash, professional va oliy ta'lim tizimini rivojlantirish, jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, shuningdek, O'zbekiston va Germaniya gumanitar sohadagi hamkorligini yanada kengaytirish maqsadida tashkil etilgan Samarqand xalqaro salomatlik fanlari oliy maktabining faoliyati 3 bosqichda yo'lga qo'yilgan bo'lib, ta'lim jarayonlariga har ikkala mamlakatning malakali mutaxassislari jalb etilgan. Men tibbiy parvarish bo'yicha mutaxassisman va men O'zbekistonga Samarqand salomatlik oliy maktabini tashkil etish va ta'lim jarayonini yo'lga qo'yishda yordam berish uchun keldim. Mening vazifam oliy maktabda o'quvchilar pirovardida ham Germaniya ta'lim tizimi, ham O'zbekiston ta'lim tizimiga javob beradigan ta'lim olishlarini tashkil etishdan iborat. Yangi tashkil etilgan salomatlik fanlari oliy maktabi o'z ishini boshladi. Ta'lim 3 yil davom etadi va bitiruvchilarimiz nafaqat O'zbekistonda, balki Germaniyada ham tan olinadigan diplomga ega bo'ladilar. Ular tibbiy parvarish bo'yicha mutaxassis bo'lib yetishadilar. Biz birinchi kursda intensiv nemis tili kurslarini o'tkazamiz. Tibbiy fanlar birinchi kursda o'zbek tilida olib boriladi. Ikkinchi kursdan boshlab barcha fanlar nemis tilida o'qitiladi. Bu bizning o'quvchilarimizga nemis tilini yaxshi o'zlashtirish imkoniyatini beradi. Keyinchalik talabalarimiz o'z kasbi doirasida nemis tillarida muloqot qilishlari mumkin bo'ladi. Mazkur 3 yillik kasbiy ta'limdan avval esa O'zbekistonda tibbiy parvarish bo'yicha tahsil olgan mutaxassislar uchun nemis tili kurslarini taklif qilamizki, ular nemis tilini mukammal o'rganib, bilimlarini amaliy qo'llashadi. Bundan tashqari biz ularga mashg'ulotlar davomida Germaniyada tibbiy parvarish, sog'liqni saqlash tizimi qanday yo'lga qo'yilgani, tibbiy parvarish xodimlari qanday vazifalarni bajarish kerakligi haqida nazariy va amaliy bilimlarni beramiz. Bu orqali kurs ishtirokchilari Germaniyaga ishlash uchun borganda ulardan nimalar kutayotgani va nimalar talab qilinishi haqida to'liq ma'lumot va bilimlarga ega bo'ladilar. Men Germaniyaning Stuttgart shahridan keldim. Mutaxassisligim germanistka. Men Germaniyadagi turli institutlarda uzoq yillar nemis tili o'qituvchisi bo'lib ishladim. Shuningdek, Samarqand salomatlik fanlari oliy maktabi bilan hamkorlik qilib kelmoqdaman. Biz birgalikda o'quv dasturi va o'quv rejasini ishlab chiqdik. Hozirda barcha rejalashtirish ishlarini birgalikda olib bormoqdamiz. Samarqand salomatlik oliy maktabi Germaniya va O'zbekiston qo'shma ta'lim muassasasi bo'lib,
Bu oliy maktabda tibbiy parvarish bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi. Oliy maktabda nemis tili chuqurlashtirilgan tarzda o'qitiladi. Bundan tashqari O'zbekistonda tibbiy parvarish va hamshiralik bo'yicha ta'lim olgan mutaxassislar uchun 9 oylik nemis tili va malaka oshirish kurslarini ham olib bormoqdamiz. Bu kursni tamomlaganlar nemis tili bo'yicha B2 til darajasiga ega bo'ladilar. Kurs bitiruvchilariga Germaniyada ishlash huquqini beruvchi diplom beriladi. Tibbiy parvarish bo'yicha kasbiy ta'lim doirasida ham nemis tili intensiv o'qitiladi. O'quv rejasiga muntazam nemis tili darslari kiritilgan. Samarqandda ilk marotaba tibbiyot sohasi bo'yicha oliy maktab o'z faoliyatini ochmoqda. Bu oliy maktabimizda nemis mutaxassislar bilan birgalikda hamkorlikda darslar olib boriladi. Bu oliy maktabimiz 3 yil davomida tinglovchilar o'quv faoliyatini olib boradi. 3 yillik o'qish davomida meditsinskiy diplomga va chet tili o'qitish sertifikatiga ham ega bo'lishadi. Bu sertifikatlarni olish jarayonida nemis mutaxassislari bilan hamkorlikda darslar olib boriladi va hozirgi kunda nemis mutaxassislari tomonidan ko'plab o'quv qurollari, o'quv materiallari keltirildi. Bu soha bo'yicha, oliy maktab bo'yicha fan dasturlari, programmalar va syllabuslar ishlab chiqildi. Bir yilda 4 marotaba nemis mutaxassislarimiz o'zlari keladi va bu yerda biz bilan tajriba almashadi, tinglovchilar va o'quvchilar bilan birgalikda. Bizda hozirgi kunda uzoqdan kelib qatnayotganlar uchun yotoqxonalar ham mavjud. Samarqand xalqaro salomatlik fanlari oliy maktabida o'qish, yozma, og'zaki va amaliy qismlardan iborat davlat imtihoni bilan yakunlanadi va bitiruvchilarga tibbiy ijtimoiy parvarish qilish va tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha mutaxassis sifatida O'zbekiston, Germaniya va Yevropa ittifoqining a'zo mamlakatlarida ishlash huquqini beruvchi xalqaro diplom beriladi. Kelgusida bu yerda bakalavriat va magistratura bosqichlarida ham talabalarni qabul qilish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, oliy maktabda etika va salomatlik huquqi instituti tashkil etiladi. Ushbu institutning asosiy maqsadi mahalliy mutaxassislarning tibbiy etika, tashxis, sog'liqni saqlash, veterinariya, biologik ekspertizasi va biotexnologiyaning huquqiy jihatlari, farmatsevtika hamda tibbiyot sohasidagi so'nggi ishlanmalarni tushunishlari uchun ularning kasbiy malakasini oshirishdan iborat. Shu bilan birga institut bemorlar, shifokorlar va yurist konsultlar, advokatlar hamda davlat organlariga, shu jumladan sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga tibbiy amaliyot bilan bog'liq huquqiy munosabatlar bo'yicha maslahat xizmatlarini ko'rsatadi. Samarqand salomatlik fanlari oliy maktabi qoshida tuzilgan ushbu nemis tili va malaka moslashuv instituti qiziquvchilarga ushbu soha yo'nalishlarida va qolaversa boshqa kasb egalari uchun intensiv nemis tili kurslarini taqdim etadi. Ushbu nemis tili intensiv kurslari 9 oy davom etadi va mana shu kurslarni bitirgan bitiruvchilar, muvaffaqiyatli tarzda imtihonlarni topshirgan bitiruvchilar Germaniyada va boshqa nemis tilida so'zlashuvchi davlatlarda ishlash huquqini beruvchi sertifikat diplomlarga ega bo'ladilar. Ushbu institutning o'quv dasturi va o'quv rejasi germaniyalik tilshunoslar, germaniyalik nemis tili mutaxassislari bilan hamkorlikda tuzildi, hamkorlikda ishlab chiqildi. Ushbu kurs bitiruvchilari ham nemis tilida bemalol gaplashish va o'z kasbi doirasida ham bemalol muloqot qilish, bemalol gaplashish, bilim va ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Agar siz nemis tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, nemis tilini o'rganishga qiziqsangiz yoki O'zbekistondagi tibbiy ta'lim muassasalarini tibbiy parvarish, hamshiralik yo'nalishlarida tamomlagan bo'lsangiz, hozir bu sohada ishlayapsizmi, ishlamayapsizmi, bundan qat'iy nazar nemis tilini o'rganib Germaniyaga borib, u yerda faoliyat yuritishni xohlasangiz, unda bizning nemis tili va malaka moslashuv institutimizga murojaat qilishingiz mumkin. Germaniya eng rivojlangan davlatlardan bittasi hisoblanadi. Shuning uchun Germaniyaning o'zining ta'lim standartlariga mos ravishda mana shu maktabni hamkorlikda tashkil qilish. Ya'ni bu yerda mana juda ko'p bizda to'g'ri maxsus o'rta maxsus ta'lim muassasalari bor, ular faoliyatini o'rganamiz, oliygohlar bor. Lekin
aynan mutaxassislar yetishmasligi, undan keyin o'quv darsliklar yetishmasligidan biz aytgan natijani ko'p bermayapti. Lekin bu maktabning o'ziga xossiyati shundaki, Germaniyadan adabiyot bilan ta'minlanishi, shu malakali mutaxassislar ta'minlanishi, shu bilan birgalikda o'zimiz tomonidan ham juda ham yaxshi professional mutaxassislar bilan hamkorlikda shu ishni olib borishimiz, ya'ni shu tadqiqot nafaqat ta'lim emas, balkim tadqiqot ham o'rganish, ta'lim dargohiga aylantirish buni. Yana kasallarni oldini olish, uni kelib chiqish sabablarini o'rganish, undan tashqari yana professional shu mutaxassislarga yetkazib berish maqsadida shu oliy ta'lim maktabi joriy qilinyapti. O'ylaymizki, bu maktabda ta'lim oladigan talabalar ham to'g'ridan to'g'ri ish faoliyatini boshlab ketadi deb o'ylaymiz. Endi albatta bu rivojlangan mamlakatlarda yoshlarimiz borib o'sha joylarda ishlar o'rgansa, ish faoliyatini yo'naltirsa, tajribaga ega bo'lsa, uni yana o'zimizga olib kelishi qanchalik bu keyingi avlod uchun ham bu o'ziga xos bir o'rni bo'ladi deb o'ylayman. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Bilamiz, keyingi yillarda O'zbekistonda har bir soha rivojiga alohida e'tibor qaratilmoqda, xususan tibbiyot sohasiga ham. Bu esa aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi. Biroq biz o'rganishlarimiz davomida shunga guvoh bo'ldikki, O'zbekistonda tibbiy sohada inson huquqlari buzilsa, uni himoya qiluvchi mutaxassislar yo'q. To'g'ri, agar fuqarolarning huquqlari toptalsa, ular advokatlarga murojaat qilishadi, lekin advokatlarning barchasi ham tibbiy sohani tushunadi deb bo'lmaydi. Bizning hamkorligimiz doirasida ayni jihatga e'tibor qaratmoqdamiz. Ikki tomonning o'zaro hamkorligi bu yo'nalishda mutaxassislarni tayyorlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. O'zaro hamkorligimiz doirasida o'ta muhim muammoni muhokama qilmoqdamiz. Tibbiyot yo'nalishida inson huquqlarini ta'minlash rivojlangan davlatlarda bu bosqich o'zini to'laqonli oqlagan. O'zbekistonda ayni jihatlarga e'tibor qaratilsa, o'ylaymizki, fuqarolarning ortiqcha sarsongarchiligining oldi olinadi. Hamkorlikdagi harakatlarimiz aynan O'zbekistonda tibbiyot sohasida yangi rivojlanish bosqichini boshlab berishga ishonaman. Har ikki mamlakat malakali mutaxassislarning o'zaro fikr va tajriba almashish hamkorligi ko'plab muammolar yechimiga qaratilgan. Ha, mamlakatimiz taraqqiyoti va ertangi istiqbolini belgilashda iqtidorli va intellektual salohiyatli, xalqaro bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan yoshlar muhim ahamiyat kasb etadi. Samarqand xalqaro salomatlik fanlari oliy maktabi ham ana shu maqsadlarga xizmat qiladi.